Oş tüpəylidin Krok vayron bo'lish girdobıga boray deb qolganda, Krok hayotidagi eng muhim bo'lgan shaxs McDonald'ning kelgusidagi dangliq moliya maslahatchisi Xarini uchirtib qoladi. Xari Krok bilan paranglish jarayonida McDonald'ning tijorat uslubida tarmoq dukkan ochquchi dukkan ijara ilishga mas'ul. Krok bo'lsa ularning texnika va boshqarish jihatidagi tarbiyalashga mas'ul. Krokning kirimi tarmoq dukkanlarning umumiy kirimining 1-4%ni oldiganligini tushunib yetdi. Krokning hisobot daftarini ko'rgandan keyin Krokqa siz hech o'zingiz nima tijorat qilayotganligingizni oydinlashtirolmayotgan o'xshaysiz jumbo deydi. Sizning qilayotgan sodingizni hamburg bo'lkisi deb o'ylagan bo'lsangiz xatolashibsiz. Sizning qilayotganingiz yer zamin sodisi bo'lishi kerak. Masalan, agar siz tijoratingizni texnik cho'ngaytmoqchi bo'lsangiz, u hamburg sodisidan topgan 1-4% foydani hech nimaga asqatmaydi. Siz asli yer zamin sodisidan foyda olishingiz kerak. Ondan shu hamburg bo'lki dukkanni o'zingiz setib olgan yerga selishingiz kerak. Xarining yetakchiligi ostida Krok har qaysi yerdagi mablag' soluvchilarning yeniga qatirab, yangidan bir franis uy mulk sherikatini qurib chiqadi. Hamda hamburg bo'lkisining kichikgina foydasini bir chetga qarib qo'yib, asosliq mablag'ni yer zamin setib olishga ishlatib, setib olgan yerlarni o'zining tarmoq dukkanning vakolatchilariga ijara berdi. Unda qilishning ikki foydasi bor edi. Birinchisi, setib olgan yerning mulk egilik huquqi orqali banka texmi ko'p qarz elib, davomli texmi yer setib olib, mablag'ni ko'paytiradi. Ikkinchi foydasi bo'lsa, tarmoq dukkan vakolatchilarini qo'lda tutib turgani bo'ladi. Chunki har bir Maydonlov oshxonasi Krokning ziminiga qurilgan bo'lib, sifat jihatdan shirkatning o'lchamiga yetmasa, u darhol ijara berishni to'xtatishga huquqli edi. Amdilikda bo'lgan markaning qurg'uvchisi Maydonlov akufkalar markaga bo'lgan kontrolligini yo'qotib qo'yotdi. Ahvoldan xabar topgan Maydonlov akufkalar Krok telefon qilib to'xtamga rioya qilishini so'raydi. Krok bo'lsa intayin tamkinlik bilan to'xtam degan yurakka o'xshaydi. Ammo bir kuni par bo'ladi deb aytdi. Ba'zilar Krokni aldamchi deb qaraydi. Chunki Maydonlov akufkalar bu markaning haqiqiy ijodchisi edi. Krok bo'lsa bu huquqni o'g'irlab ketib o'zining qilib oldi. Lekin Krok bir savdogarning qilishga tegishli ishini qilish kerak. Krok bundoqlarga mundoq javob berdi. Savdoning o'z bir urush. Mening raqobatchim suv ichib ketgan bo'lsa, men cho'qim uning qishig'i berib, og'ziga bir ishlank tiqib qo'yman. Krok Maydonlovni mamlakatning hamma yerlariga ichib, marka qilib anga oldirib oldi. U azaldan Maydonlov akufkalarning arzi qilishdan qo'rqib qolmagan edi. Chunki uningda hozir haddiy hisobsiz pul bor bo'lib, mushu pul bilan mushu akufkani bir taraf qilishga ko'zi yetadi. U akufka shikaylangan quruq chakdan birini yezib, Maydonlov degan bu nomni tegidan biroq o'tkazib olmoqchi bo'ldi. Natijada Krok 2.700.000 Amerika dollariga bahos bilan Maydonlovni taltibuk setib oldi. Shuning bilan Maydonlov akufka shikaylan bu marka bilan mangulik xo'shlashdi. Bugungi kunga kelganda Maydonlov dunyodagi 500 cho'ng korxonaning ichiga kirib bo'ldi. Yillik kirimi 21 milliard Amerika dollariga yetadi. Lekin kimmi o'ylasin, bu markani dunyoga tanitgan Krok 52 yoshga kelguncha texnik ko'ch-ko'ylarda urilib so'qilib, ushaq tijorat bilan shug'ullanayotdi. Amaliyotda bir er kishi uchun qo'rqinchli hargizmi yoshning qiyirishi emas, balki taqdirga tan berish. Er kishining yeshi uning muvaffaqiyat qozonishdagi to'salg'u bo'lib qolmaydi. Fursat har zamon mavjud, lekin sizda shu fursatni tutib turadigan kuch-qudrat bormi?